Hürmetli vatandaş, lisimizde muhakeme ve vaziyet ve muhakeme. Bugün çizlağa 2022 yıl 9. ayının 23. günü vatandaşım. Yukarıda körüp ettik, Amerika Qo'shma Shtatları Devlet İştirakatı Antony Blinken Birleşken Devletler Teşkilatı yig'inida yana boshqa Amerikaga dost devletler diplomatları bilan birlikte Rusya'nın Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan tirkashdi deb ko'rsatdi. Bu yerdan tilga olgan mesele atom yadro qurolları. Yaqindan beri Prezident Vladimir Putin tehdit. Endi hesapta ağanda Ukrayna'da urushda mag'lub bo'ldi. Bu mag'lubiyatni mayli amaliyotda bo'lsin, mayli hissiyatan yoki aqliy jihatda bo'lsin, qabul qila olmayotdi. Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin buni qabul qila olmayotdi. Shunga endi bundaq vaqtda dunyoga yadro tahdidi selayotdi. Yaqinda 50 necha nafardek xalqaro olimlar va professorlar shunga oid bir parcha maqola yozib, agar mabodo dunyoda yadro atom qurollari urushi portlab qoladigan bo'lsa, bu butun yer sharida 5 milliard odam halok bo'ladi deganni o'tirib qo'ydi vatandoshlar. Endi bu tahdid aslida hozir Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Joe Biden ifoda bildirdi. Qattiq ifoda bildirdi Vladimir Putinga qarshi qurollar yadro quroldir to'g'risida gap qilg'ishi bo'lma dedi. Bugun tunugun 21 kuni Davlat ishtirakati va Antony Blinken qattiq bir jumlani eg'izga olib boshqa diplomatlar bilan birlikda to'xtat popuzangni, yadro atom qurollari popuzangni to'xtat dedi. Demak, hozir Vladimir Putin shu ishni qilib salamdi, tavakkalchi qilib salamdi. Endi buni butun dunyo inkas qaytirsa, ona bu tavakkalchilikni qila olmasligi aniq. Vatandaş, hozir Amerikada davlat rahbarlaridan 2 nafar rahbar, prezident Joe Biden ham davlat ishtirakati va Antony Blinken bunga qarshi fikr qildi. Fipayligini to'xtat dedi. Endi shu oraliqda bo'layotgan ishlarimiz yaqinda Rossiyada safarbarlik buyrug'i, yani seferberlik, devlet müdafaa seferberlik hareket degandek 300 bin kişilik harbiy qo'shin yoki zapas qo'shin. Ularni amaliy jang maydonidagi harbiy qo'shinga olib kirish yoki hozirgi tartibdagi harbiy qo'shinga olib kirish to'g'risida seferberlik doklati e'lon qilgan, seferberlik buyrug'i e'lon qilgandan keyin Prezident Vladimir Putin hozir Rossiyada mayli harbiy sapga kiralaydigan yoki harbiy sap kirish yeshig'i yetgan yoshlar bo'lsin, ruslar hozir namoyish qilib, bir ham urush qarshi namoyish, ham Prezident Vladimir Putin qarshi namoyish ko'tardi. Namoyish qatnashmaganlar hozir 2 davlat asosligi Gruziya yo'llari tash yo'lga asfalt yo'lga qarasınız to'xtab ketgan mashina. Undan keyin Rossiya bilan Finlandiya chegarasidagi yo'lga qarasınız to'xtab ketgan mashina. Bir hozir ravon mengayotgani Turkiya bilan Rossiya o'rtasidagi havo yo'llari. Turkiya bu Rossiyadan kelganlarga viza taklif qilmaydi ekan. Boshqa davlatlar viza taklif qilg'achqa uning ishtik mangolmaydi ekan bu ruslar. Hozir Turkiya 3 davlatga Gruziya, Turkiya, Finlandiyaga qaçışqa başladı. Endi bunu ko'rib tursangiz, shu kunda endi Jungu Tayvanga tajovuz qiladi, Tayvan bu hujum qiladi, Tayvan bo'g'izda urush bo'ladi, shu gap. Endi torbetlar qaynab turibdi-ku. Shunday ahvol ostida hozir Tayvandimi o'tirqatlam burjuaziya qatlimi hozir chet elga qaçishning tayyorligini qilyapti. Selektirib qo'ygan vatandosh. Qudratli devlet Amerika shundoq dedi, Prezident Joe Biden shundoq dedi, men askar chiqarib Tayvanni qo'g'dayman agar Jungo Kompartiya armiyasi Tayvanga hujum qilsa dedi. Shuningdek, muxbir yasachi muxbir savol qo'yib, konkret oldi siz Amerikaning o'g'il qiz farzandlari Tayvanni qo'g'daydi demoqchimi desa, shundoq dedi. Bu leksiyani sizlarga yetkazdi, shundaqmi?
Hazır Amerika'nın oğul kızları, Amerika'nın armiyası, çünkü Kompartiyası Tayvan'a hücum kılıdı degan müşündaq vaziyette biz asker çıkıp Tayvan'ı qoğdaymiz dev atqanda Tayvan'ın burjaziyasiga o'tir qatlamning Tayvan'da qechishi Xitoy degan müşündaq bir isim bilan xulosalasınız bo'ladi vatandosh. Bu sening vataning o. Sen yaşayman desen şu yerda yaşaysan. Sen erken turmuş nefes alaman desen şu yerda alasan. Hazır Xitoy hücum qılaman dava sen bu vataningni Tayvaningni qo'g'dimay chet elga qochganing emas bu. Ruslarning chet elga qatnashib biz Ukrainaga tajovuz qilmaymiz deb qo'yibdi. Sening chet elga qochmoqchi bo'lganliging sen bu yerga tajovuz qilmaymiz emas, Xitoy tajovuz qildiga qochamiz deb. O'zingni selektirib baq. Mayli Tayvanlik demokrat Xitoy bo'l, mayli jungolik mustabid Xitoy bo'l, o'zingni selektirib baq. Vaziyat mana shu vatandosh, endi bosh tunugun so'zligimiz, bugun so'zligimizda aytganda, Jungo Kompartiyasi urushga tayyorlik qilyapti, o'z debdi ma'lumot Xi Jinping Beyjandajang deb urushga tayyorlik qil, urush qilamiz deb o'zining og'zidan chiqibdi. Biz tunugun savol qo'ydik, kim bilan? Amerika dedi, men seni bu urush qilaman deganim yo'q. Yoki ikkinchi navbatlik sovuq munosabatlar urushi paydo qilaman degan yo'q. Amerika bu o'tirib to'qinish yuz bermasin degani yo'q. Amerika izchil ta'kidlayotgan gap shu Tayvan bo'g'izining hozirgi holatini kim o'zgartiraman desa, biz shuni qarishtiramiz deyotdi. Chunki Kompartiyasi sizlarga nima bo'ldi? Hozir gap Jiang Fengshikening so'zi bilan aytganda, harbiy ishlar yig'inida Rais Xi Jinping yo'q. Jiang Xinjiangning bugun qo'ygan mavzulardan aytganda, endi Jungo Kompartiyasi Rais Xi Jinpingni 20-chi qurultayga qatnashtirmay yoki 20-chi qurultayning oldida bir taraf qilib o'tamda qandoq deydigan savollarning hammasi bugungi Jungoning amaliyotida. Bu subyektiv savollar emas, amaliyotni Jiang Fengshike shundoq keltirib tahlil qildiki, buni suratli tahlil qildi, suratli xabar berdi u. Mesela Li Chaoming Sharqiy Shimol harbiy rayoning qo'mondoni Li Chaoming amalda ilib tashlagan Li Chaoming deganning qatorda harbiy qatorda o'tlagan, yig'inda o'tlagan o'rnini ko'rsatdi. Shunga qaragan ahvol shu. Junanxayda nima o'zgarish bo'ldi? Vatandoshlar, bizning sizlarga qo'yadigan savolimiz ham siz biz birlashib o'zimiz qo'yadigan savol Junanxayda hozir nima ish yuz berdi?